$100 milyon nima qiladi? Ariza qurasiz? Pasportda avval bo'lmasiga 100 milyon ketmaydi. O'rganganmizmi o'tir? Buni o'rganganmiz yangi bankda, Transbankda, Universalda yangi ko'chirib o'tirdilar. O'zimizni mening mahalla loyihamizda 100 million taklif qilamiz. 100 million beramiz. Lekin 100 millionlik endi tartib qoidasi bor, bilasizmi? 300 million bo'yicha 1 yildan $100 milyon kerak. 1 yildan oshiq shu faoliyat ko'rsatgan bo'lishingiz kerak. 3 o'rning bo'lmasligi uchun 3 ta ish yo'lini yaratishimiz kerak. Agar haqiqatdan shuni bo'lsa, 100 millionlik mana 312 qavat bo'yicha chiqadi. Yo, shuni tushuntirdik, hozirgacha boshlang'ichga 50 million olib tursalar, yangi yil o'tishi bilan o'sha fevralda yana 1 yilga to'ladi, yoshlarga yoshiga to'ladi, firmalar keyin 100 millionlikni beraveramiz. Fevralda 1 yil bo'ladi. Ustiga beramiz. Shu ma'qulmisizga? Hozir 50 million ishlab tursangiz, fevralda yana 50 million. 100 million beramiz. 100 million. Rahmat. Yana kimdan bo'lmasa? Marhamat. Ola. Qayerdan? Aha. Endi 6 yildan beri 2019-yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanganman. Yomon bo'lmadim, kam bo'lmadim. Prezidentimizga rahmat, shunchalik ayollarga shunaqa va'da berib, imkoniyatlar berganiga. Endi shuni orqasidan 3 yil oliy ta'limni bitirib keldim, o'qishni bitirib, oliy ta'limda ham o'qib oldim. Demoqchiman-da, tadbirkorlik orqasidan. Endi ishlayapmiz davlat maktabiy ta'limda. O'zimizda direktor o'rinbosarlik 3 yillardir faoliyat yuryapman. Endi men aql o'tganimdagi o'zimni nomimdagi yaxlit bor edi, maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'qitganimda tadbirkorlik. Endi ular o'chib ketib qoldi. Chunki 1 yilda bo'lish kerak ta'limda. Endi tadbirkorlikni yana davom ettirmoqchiman boshqa yo'nalishda. Yarim tayyor pishiriqlar, masalan, o'z mahallada bitadigan nimalar, pishiriqlar shunaqa joy bo'lsa. Bo'ldi, marhamat. Siz bemalol oila a'zolaringiz nomiga oshib turib nima qilishingiz mumkin. Qayerda ishlaymandingiz? Oliy ta'lim Davlat maktabiga davlat maktabiga direktor o'rinbosari. Marhamat, siz oila a'zolaringiz nomiga o'zimni nomimda ham bo'laman, boshqa yo'nalishda. Faqat bu maktabgacha maktab ta'limida bo'lmasa shunaqada o'shancha sizga bu ishingizga ta'sir qilmasligi uchun oching bemalol. Men bilan har doim hamkorlik qilganmiz. Hammasi taniydi. Mana mahalladagi yuridik nimamiz ham shu biz bank proyektlari qanaqa biz berayotgan pullar joyiga yetib boryaptimi yo'qmi? Nima bo'lyapti o'zi? Binolarni hammasiga to'liq to'ldirib, Unga keluvdimmi? Ichkarida yangi ha nima bo'lganda mana bino bor. orqa tomonda mashina qilamiz deb ko'rsatishgan. Bu binolar mana bu binolar yangi tushdi. Anaqa bo'lib yopildi. Mana tarafdan yangi. O buning orqasida ham bino. Nima faoliyatini qilyapsiz? Endi o'sha Inkubator deganingiz nima? Siz tuxum olib turib inkubatorga qo'yasiz. mana to'qlardi. Ko'ring mana. Bu to'qlar ona to'qda, biz faqat ona to'q boqamiz. Bular ona to'q. Hammasi ona to'q. Erta bahor tuxumlaydi. Erta bahorda inkubatorni boshlaymiz. Hozir inkubatorda oxirgi partiyasi o'rdaklar chiqyapti. Buni tuxum qiladi. Buni tuxumini nima qilasiz? Tuxumini inkubatorga bostirib jo'jab sotamiz. Buni qayerga olib kelgansiz? Bular Toshkentdan kelgan, nomi Senni degan. Tayyor bo'lyapti mana, yangi yildan tuxumga kiradi ular. Necha kunlik mana shu? Ular 3 oylik bo'lib qoldi. Bu nimaga rang-barang? Har xilda, biz misol bitta Namangan o'ziga emasda, butun O'zbekiston bo'ylab tarqatamiz. Vodiy voha bor-ku, faqat rangi to'g'ri bo'ladi. Oilaviy ishga. Buni bostirib bo'lmaydi, yegan. Bir kunda necha tuxum chiqadi? Necha yilda so'ldi? Bitta yoshlar qoldi.
Kamil ketdi-da. Mana bosh. Bu Оборудование ular kapatakida. Kapını şunları yo'lama. Şularda bilmiyorum.